Ha, bu siz bilgan omega 3 vitamini. Lekin ko'pchilik bu vitaminga bee'tibor bo'lishadi, xuddi sog'liqlarga bee'tibor bo'lishgani kabi. Va men sizga bu vitamin haqida shunchaki ma'lumot emas, klinik testlar orqali isbotlangan 6 ta faktni aytib o'tmoqchiman. Albatta bularni eshitganingizdan keyin bu vitaminga bo'lgan munosabatingiz o'zgaradi. Bu vitamin qo'lda ximikatlar bilan boqilgan baliqlardan emas, balki dengizdagi mayda va yovvoyi baliqlardan tayyorlangan. Siz kuniga 2 ta dengizdagi tabiiy baliqlarni yo'laysizmi? Menimcha ko'pchilikning javobi yo'q va bu vitamin sizga kuniga 2 ta baliq yeganni effektini bera oladi. Xo'sh, o'zi nima uchun buni iste'mol qilishimiz kerak? Mana nega. Birinchisi, yurak uchun foydali. Qon aylanishini yaxshilaydi, yurak kasalliklarining xavfini kamaytiradi. Ikkinchisi, miyaga foydali. Xotira va fikrlashni kuchaytiradi, asab tizimini qo'llab-quvvatlaydi. Uchinchisi, ko'zlar uchun foydali. Ko'rishni yaxshilaydi, ko'z quruqligi va charchashni kamaytiradi. To'rtinchisi, teri uchun foydali. Terini namlaydi, yallig'lanishni kamaytiradi, sog'lom ko'rinish beradi. Beshinchisi, immunitetni mustahkamlaydi, organizmning kasalliklarga qarshi kurashishni kuchaytiradi. Va 6-si, ayol va qizlarimizdagi hayz holatidagi matkadagi og'riqlarni butunlay yo'qotadi. Va bunaqa original vitamin kompleksni siz faqatgina Oriflame kompaniyasidan topishingiz mumkin.